Agar siz qon tarkibida tromb, ya'ni qon laxtasi bor yoki yo'qligini, yoki bo'lmasam bu qon laxtasi hosil bo'lib yana parchalanib ketayotganini aniqlamoqchi bo'lsangiz, albatta Dedimir analizini topshirishingiz kerak bo'ladi. Dedimir tahlili oyoq venalaridagi chuqur trombozlarni yoki bo'lmasam o'pka arteriyalaridagi tromboemboliyalarni, Tvez sindromlarini yokida qonning yuvishini chuqur buzilishlarini aniqlashda yordam beradigan tahlillardan bittasi hisoblanadi. Endi Dedimir analizini baland chiqishi bu bemorda har doim ham tromb yoki qonning yuvishi kuchli degan ma'noni keltirib chiqarmaydi. Bularni aniqlash uchun, bularga to'g'ri tashxis qo'yish uchun qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'ladi. Ya'ni UZT Doppler yoki bo'lmasam kompyuter tomografiya tekshiruvlaridan o'tish kerak bo'ladi. Agar sizda tromblarga shubha bo'lsa yoki o'zingizni profilaktik tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, Zilola Medical klinikasiga quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.